Yer yuzida aholi sonining kundan-kunga ko'payishi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab va ehtiyojning oshishiga ham olib kelmoqda. Bunday sharoitda esa iste'mol talabini qondirish, aholini zarur oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash, eng asosiysi qishloq aholisi bandligi va daromadlarini oshirishda dehqon va tomorqa xo'jaliklarining o'rni katta bo'lmoqda. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan hayotga tatbiq etilayotgan bir mahalla, bir mahsulot tamoyili asosida mahallalarning o'sish drayveridan kelib chiqib, ixtisoslashtirayotganligi o'zining samarasini bermoqda. Joriy yilning 23-yanvar kuni davlatimiz rahbari raisligida kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha 2026-yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan asosiy vazifalar yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ham mazkur yo'nalishda joylarda amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar belgilab berildi. Ushbu topshiriqlardan kelib chiqib, Tayloq tumanidagi Talla ota mahallasida tegishli tashkilotlar rahbarlari, mahalla yettiligi vakillari uchun ko'rgazmali seminar tashkil qilindi. Unda mahallalarning ixtisoslashuvi borasida to'plangan tajribalar, yangicha yondashuvlarga asosiy e'tibor qaratildi. Talota mahallasida bugungi kunda 864 ta xonadonlar mavjud bo'lib, jami yer maydoni 430 gektarni tashkil etadi. Aholi tomorqa yer maydoni esa 81,3 gektardan ziyod. Mazkur mahallada bir mahalla, bir mahsulot tamoyili asosida 516 ta xonadonlarda issiqxonada sabzavotchilik mahsulotlari yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Ushbu seminarda hokim yordamchilari, usta dehqonlar Talla ota mahallasida amalga oshirilgan ijobiy ishlar bilan tanishishdi, tajriba almashishdi. Bugungi kunda Tayloq tumanida 50 ta mahalla, 38.200 ta xonadonlar mavjud bo'lib, ishsizlik darajasi 4-6% ni, kambag'allik darajasi 3-7% ni tashkil qilmoqda. 2025-yil 17.254 ta ish o'rinlari yaratilgan bo'lib, 2026-yilga biz o'zimizga reja qilib olganmiz 5016 ta doimiy yangi ish o'rinlari, 3064 ta legallashtirish, 27534 ta aholining daromadlarini oshirish bo'yicha o'zimizga reja qilib olganmiz. Yaqinda bo'lib o'tgan prezidentimizning yig'ilishida berilgan topshiriqlarga binoan har bitta mahallani ixtisoslashuvini 50-60% dan oshirishga, mahallalarda ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha bugungi yig'ilishimiz juda samarali bo'ldi deb o'ylayman. Ushbu seminardan hokim yordamchilari, usta dehqonlar fikr almashishdi, o'zlariga tajriba orttirishdi. Har bitta hokim yordamchisi o'ziga maqsad qilib oldiki, o'zini mahallasida ham xuddi shunday issiqxona, sabzavotchilik yo'nalishida issiqxonalar, chorvachilikni tashkil qilish, parrandachilik bo'yicha mahallalarda ixtisoslashtirish bo'yicha o'zlariga reja qilib olishdi. 2026-yil yakuni bilan Tayloq tumanida ishsizlik va kambag'allikda xoli hududga aylantiramiz. Ko'rgazmali seminarda bir mahalla, bir mahsulot tamoyili asosida mahallalarni ixtisoslashtirish, hududda ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish hamda jinoyatchilikdan xoli hududni shakllantirishga oid masalalar atroflicha muhokama qilindi. Issiqxonalarda asosan shu sabzichilik bilan shug'ullaniladi. Erta bahorda ekiladigan sabzilar bilan, undan keyingisiga bolg'or qalampiri, karam, bodring sabzavotlari yetishtiriladi. Yaqinda o'tkazilgan prezidentimizning yig'ilishidagi fikrlari, u kishining takliflariga binoan biz hozir o'zimizga rejalar qildik. Mahallamizda hozir 500 dan ziyod issiqxona bo'lsa, buni yanada rivojlantirish maqsadida yana 20 ta hozirgi kunda talabgorlar bor issiqxona qurish bo'yicha, o'shalarga issiqxona bo'yicha yordamlarimiz, o'zimizning qo'limizdagi moliyaviy instrumentlardan foydalangan holda yordamlarimizni qilamiz. Bundan tashqari hozirgi kundagi mahallada ijaraga berilgan yerlarimiz bor. 35 gektardan ziyod 150 kishiga berilgan. O'sha yerlarga ham issiqxonachilikni, moddiy mana shu narsalarni targ'ib qilish bo'yicha ishlarni olib boryapmiz. Hozirda o'sha ijaraga berilgan yerlarimizda ham 10 kishi shu issiqxonadan qurgan sabzavot mahsulotlarini yetishtirib kelyapti. Buni hozir 2026-yilda yana ko'paytirish maqsadida iloji boricha 100% ga shu issiqxona qurishga qilamiz. Bir sotiqli issiqxonada sabzi ekilsa, bir sotiqli issiqxonaga 10 mingtadan 13 mingtagacha sabzi dona niholi ketadi, urug'i ketadi. 8 mingta yo 9 mingtasi unib chiqqan taqdirda ham donasi 1000 so'm, 1200 so'm, 1,5 minggacha sotiladi. O'shaning hisobiga bitta xonadon bir mavsumda sabzidan 9 million bilan 11 million arasi foyda ko'radi, sof foyda ko'radi. Bir sotiq issiqxona uchun. Sabzidan tashqari ekinlari yana uni o'rniga pomidor, bodring, bolg'or qalampirlari ekib, ulardan ham foyda olsa bo'ladi. Bir xonadon birinchi ekinda sabzi ekib 8 million 11 million arasi daromad olgich bo'lsa,
ikkinchi, uchinchi ekinlardan ham 20-30 million daromad oladi. Amaliy seminar ishtirokchilari urug'chilik yo'nalishida faoliyat olib borayotgan tomorqachi Saidamir Oqilov xonadonida bo'lib, mahallani asoslashtirish, tomorqalardan samarali foydalanish orqali aholi bandligini ta'minlash, daromadlarni oshirish va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash masalalari, shu bilan birga ushbu xonadonda sabzavotchilik yo'nalishida to'plangan o'ziga xos tajribalar bilan yaqindan tanishdi. 10 sotiq issiqxonam bor. 20 yil mobaynida shu 10 sotiq issiqxonamdan foydalanib kelaman. Ko'chatchilik bo'yicha sabzavot ekinlarini yil davomiga dekabrdan boshlab to iyul oxirigacha ko'chat mahsulotlarini tayyorlab beraman. Dekabrdan to iyul oyigacha 4 marotaba shu sabzavot ekinlarini, ko'chatlarni buyurtma asosida tayyorlab beramiz. Yil davomiga ko'chatni o'zidan 2 million dona ko'chat ekamiz. Har bir ekilganda 500 ming donadan ko'chat ketadi. 4 marta eksagar 2 millionta bo'ladi. Avgust oyidan to dekabr oyigacha O'zbekiston Respublikasiga kirib kelgan yangi innovatsion yo'nalishdagi urug'larni tajribadan o'tkazib beraman. Shu yil davomiga oilamga, o'zimning oilamdan 4 kishi bo'lsa, yana 6 ta shu yon qo'shni atrofiga 6 kishi dekabrdan boshlab to iyul oyigacha bizning xonadonga doimiy ish bilan ta'minlab kelamiz. Bu mahsulotlarni, tayyor mahsulotlarni dalaga ekib, to xalqimizni dasturxoniga yetkazib bergunga qadar buyurtmachilar kelib buyurtmadan olib ketsa, yangi kirib kelgan mahsulotlarni men o'zim shu bozorma-bozor o'zim chiqarib, xalqqa o'rgatib, ko'rsatib, tarixini aytib, bu qaysi sortlarni hammasini xalqqa bildirib, bularning xulosasini hammasini jamlab, keyin yil oxiriga shu mahsulot bo'lish bo'lmasligini xarakteristikasini biz yetkazib turamiz. Tomorqa yer egalariga yaratilayotgan qulaylik qishloqlarda tadbirkorlik faoliyatiga keng yo'l ochilishi, oilaviy ishbilarmonlikning imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu o'rinda Tanlovta mahallasida istiqomat qilayotgan Saidamir Oqilovning ilm-fan innovatsiyaga asoslangan issiqxona xo'jaligidan foydalanish tajribasi har qanday kishining ham e'tiborini tortmay qolmaydi. Ishbilarmon dehqonga qarashli plyonka ostidagi dalada asosan pomidor, karam, bulg'or qalampiri ko'chatlari hamda bir nechta navdagi gulkaram yetishtirilmoqda. Yil mobayniga 2 millionta ko'chat chiqarsam agar, bu ko'chatlarni buyurtma asosiga tayyorlayman. Har bir donasiga 150 so'mdan pul olaman. Urug'ni xalqni o'zi olib kelib beradi. Men qilgan mehnatimga yarasha pulni olaman. Masalan, 2 million dona ko'chat chiqarsam agar 150 dan 300 million atrofi pul bo'ladi. 5-chi ekinga mahsulotni tajribaga eksam, bu ham 25-30 million atrofiga pul bo'ladi. Tanlovta mahallasiga 16 ta xo'jalikka yil davomiga shu issiqxonaga sabzi, lavlagi, redishka, ekaman deganlari karam mahsulotlari ko'rsatib, ko'rsatma berib 20 ta oilaga o'rgatib boryapmiz. Qo'shni viloyatlarga 2024-yilga Xorazmning yangi Ariq tumaniga brokolini sortini bega ko'chatni tayyorlab olib borib ko'rsatib keldik. Yil davomiga 7-8 yildan bo'lsa Jizzax viloyatining Baxmal tumani pomidor ko'chatlarini olib borib ekishadi. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumaniga 1 yil mobayniga yakka borib shu sabzavot ekinlarini ekib, ko'rsatib, o'rgatib Jizzax viloyatiga ko'rsatib keldik. Bizning mahallamiz chorvachilikka ixtisoslashgan. Bugungi seminardan keyin qo'shimcha ixtisoslashuv qilib, masalan, ko'chatchilik yoki issiqxonachilikda o'zimga maqsad qilib oldim. Ushbu yo'nalishda juda ham imkoniyatlar kengligi, tomorqa yerlardan 3 marta, 4 martagacha hosil olishi mumkinligini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik va xulosa chiqardik. Ushbu mahalladagi xonadonlar aholisining daromadi yuqoriligi, ishsizlik juda ham past darajada ekanligini ko'rdik. Mahallamni to'liq bizga juda ham ko'p imkoniyatlar berilmoqda. Moliyaviy resurslar, subsidiyalar, suvdalar barcha imkoniyatlardan to'liq foydalanib, mahallamiz ixtisoslashuviga chuqurlashtirib, mahallamizni kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantiramiz. Qo'shnor mahallasida hozirda ishsizlik 2% ni tashkil etadi. Yil yakuni bo'yicha ushbuni to'liq bartaraf etib, natijalarga erishamiz. Ona zaminning imkoniyatlari cheksiz. Unga faqat ilm-fan, bilim va omilkorlik bilan yondashish, ilg'or tajribalarni qo'llash muhim o'rin
egallaydi. Zotan tomorqa nafaqat xonadon a'zolarining ehtiyojlarini qondiradi, shuningdek qo'shimcha daromad manbaiga ham aylanmoqda. Seminar davomida mas'ullar tomonidan mazkur yo'nalishdagi ishlarni tizimli tashkil etish, mahalla miqyosida aniq loyihalarni amalga oshirish bo'yicha tegishli tavsiyalar berildi. Izlagan imkon topadi deganlaridek, usta dehqonlar har bir qarich yerdan unumli foydalanishga, bor imkoniyatlarni ishga solishga intilishmoqda. Davlat tomonidan berilayotgan imkoniyat va imtiyozlar esa ularga o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yish, oila a'zolarini ham bandligini ta'minlash va mo'may daromad topish imkonini bermoqda. Qay turdagi ko'chatlarni qay vaqtda egishi va ularni qanday turdagi mineral o'g'itlar bilan berilishi va qanday ishlovlar qilinishi bo'yicha har bitta hokim yordamchisi keng ko'lamli o'ziga bilim va tajribalarni oldi. Mana shu bilim va tajribalardan kelib chiqqan holda men o'zimni Sarosiyo mahallamda o'sha tajribalarni o'sha fuqarolarga targ'ib qilib turib, o'sha shu ishlarni Sarosiyo mahallasida ham tashkil etilishni o'zimga niyat qilib oldim va har bitta mahalladagi 47 ta kam ta'minlangan oilalarda bu ishlarni birinchi navbatda bajarilishi va o'sha xonadonlarning oylik daromadini yuqori holga keltirish uchun bularga targ'ibot ishlarini amalga oshiramiz va bizlarda ham Sarosiyo mahallamizda qulumnaychilik yo'nalishini tashkil qilib olganmiz o'zimizda va bu qulumnaychilik yo'nalishida ham keng ko'lamli ishlar olib boryapmiz. Shular qatorida bu yo'nalishda ham birinchi navbatda hozir o'zimizda o'sha kam ta'minlangan oila, ijtimoiy reyestrda turgan xonadonlarda o'sha ishlarni tashkil qilish uchun va targ'ibotlarni olib boryapmiz. Hozir o'zim o'sha Sarosiyo mahallasida kam ta'minlangan oilalarda har bitta xonadoniga kirib, xohish istagidan kelib chiqib, hozir 4 nafari mana shunday issiqxonasiga qilishga taklif bergan. Bu takliflar qatorida ularga ham o'sha tomorqasidan hosil daromad olish va unumli foydalanish uchun mana issiqxonalarni qilish va ulardan qanday hosil olishni yo'llarini mana ustoz shogird sifatida tanishtirib, ularga barcha ko'nikmalarni o'rgatishga harakat qilamiz. Prezidentimiz tomonidan video selektorda o'sha mahalla tizimida ko'pdan ko'p imkoniyatlar va vakolatlar berdi. Bular qatorida o'sha Sarosiyo mahallamda ham hozirgi kunda 56 ta issiqxonani o'sha bir mahalla bir kontur tamoyili asosida ommalashtirish maqsadida ko'p fuqarolarga tushuncha va takliflar berib kelyapmiz. Hovlisidagi kichik yerdan o'rinli foydalanib, yil davomida bir necha marta hosil olayotgan oilalarning dasturxoni doimo to'kin, turmushi farovon bo'lmoqda. Ularning yashash tarzi o'zgarmoqda. Sababi mahalla a'zolari har qarich yerning qadr-qimmatini yaxshi bilishadi. Dehqonchilik sir asrorlarini puxta o'zlashtirishgan. Bunda tomorqa yer egalariga mahalladagi yettilik tomonidan amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Binobarin ona yurtimiz tabiati, yeri, suvi, quyoshi o'zgacha. Bu zaminda yil 12 oy dehqonchilik qilish, mo'l hosil yetishtirib, aholi dasturxonini to'ldirish mumkin. Hammasi mehnatga bog'liq. Tayloqda aholining imkoniyatlaridan samarali foydalanib, qishloq xo'jalik mahsulotlari tayyorlashni ko'paytirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, xalqimiz dasturxonini mo'l-ko'l qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan to'ldirish, iste'moldan ortganini esa xorijga eksport qilish borasida nafaqat fermer, dehqon xo'jaliklari, balki tomorqa yerlaridan ham samarali foydalanmoqda. Bularning hammasi sohani yanada rivojlantirish bo'yicha qabul qilinayotgan qarorlar, chiqarilayotgan farmonlar ijrosi, tarmoqda innovatsion texnologiyalarni keng qo'llash, ilm-fan bilan ishlab chiqarishni integratsiyalashuvi, dehqon, fermer, tomorqa yer egalariga berilayotgan imkoniyat, erkinlik, ishonchning samarasidir.